Iltimos kechiring de, mashq kechirmasa ketmaysan sen. Tizzalar. Ha, senmi meni hali shunaqa qiladigansanmi? Ko'rsatib qo'yaman, 16 yoshli qizcha bo'lib turibsan. O'zingni haddingni bilmayapsanmi? Tiz cho'k, ha, tiz cho'k, yaxshilab tiz cho'k. Sochingni bittalab beraman, chunki meni bir marta shunaqa qilib ko'rgan. Andijonda 16 yoshli qizga bir guruh ayollar xuddi mana shunday ko'rinishdagi bosim o'tkazishdi. O'sha oyog'ini. Kechiring de. Ma'lum bo'lishicha, mazkur holat ijtimoiy tarmoqdagi kichik ziddiyatdan kelib chiqqan. Aniq qilib aytadigan bo'lsam, Masaka tumanida 2010-yilda tug'ilgan qiz va 1997-yilda tug'ilgan ayollar Instagramga joylangan post izohlarida o'zaro gap talashib ketishgan va oxiri shunaqa janjal yuzaga kelgan. Tanishim meni Instagram tarmoqlaridagi postimga haqorat qilib yozgani uchun o'zini lichkasiga yozdim. Menda gapingiz bo'lsa, lichkamga yozing. Gaplashib olaylik desam, tortishib ketdik. O'zi chaqirdi meni telefon qilib. 2010-yilda tug'ilgan qiz va uning kursdoshi hamda 1997-yilda tug'ilgan ayol o'zining bir nechta tanishlari bilan Asaka va Marhamat tumanlari chegarasida joylashgan Adirlik hududiga borishgan. U yerda voyaga yetmagan qizga nisbatan haqoratli munosabatda bo'linib, undan uzr so'ratilgani hamda ushbu jarayon video tasvirga olingani ma'lum bo'ldi. U narsani biz o'zimiz tarqatoramiz deb olmaganmiz, o'zimiz uchun videoga olgandik. Qilgan ishimizdan juda qattiq afsusdamiz va bu holat qaytib takrorlanmaydi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hech bir bahona kimnidir haqorat qilishga, unga bosim o'tkazishga sabab bo'la olmaydi. Albatta, voqea ishtirokchilari qonun oldida javob berishadi.